Assalomu alaykum, sizni kanalimizda ko'rib turganimdan xursandman. Bugungi video rolikimiz hamma uchun manfaatli va foydali bo'ladi degan umiddaman. Chunki hozir bilsangizlar kerak, ko'pchilikning televizorida YouTube ishlamay qoldi. Nechun desangizlar, YouTube'ning versiyasi o'zgardi. Eski chiqqan televizorlar bu versiyani ochib bermaydi. Hozir shunga yechim topamiz. Qani ketdik esa. Hamma smart televizorlarda brauzer bor. Birinchi qiladigan ishimiz brauzerga giramiz. Brauzerga girganimizdan keyin poisk joyina Smart to be arasini ochib APK deb yozamiz. Ekranda ko'rinib turganini aytib, sizlar ham yozasalar. Kanalımıza abone bo'lmaganlar abone bo'lib qo'yinglar. Ko'pchilik videolarimizni abone bo'lmay ko'raverdi. Abone bo'lib qo'ying. Bizning kanalda foydali, manfaatli videolar ko'p bo'lib turadi. Kanalga abone bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ysangiz, eng birinchilardan sizga yetib boradi. Yana ko'rib turganlaringizdek Smart to be arani achasalarni APK deb yozib poiskga bosasalar. Bu bosganlaringizdek o'zi birinchi turibdi Smart to be. Shunga giramiz. Bedena yüklab olish bor. Shu birinchiga bosib yuklab olasizlar. Ishonchli versiyasi shu. Shundan keyin shuna bosasalar, beda OK tugmachasini bosasalar. Shuni bosganlaringizdan o'zi yuklab oladi. Keyingi ishimiz televizorning ichki xotirasiga giramiz. Media deb yozib qo'yadi. Shu yerga girasizlar, patka bo'limini o'tasalar, patka bölümünde download degan pakkaga tushgan bo'ladi. Shunga girib uстановкаga bosasizlar. Uстановкаga bosganlarimizdan keyin o'ng tarafda o'rnatish chiqib turibdi. Shunga o'tirasizlardan OK tugmachasini bosasizlar. Shu bilan Smart to be televizorimizga uстановка bo'ladi. Biroz kutib turamiz. Va tayyor. Ochish. Ko'rib yurgan YouTube'larimiz nechik bo'lsa, bulam shunday. Ikkisi bir xil narsa. Bundan shu chapa bir marta bossazlar, minusi kelib chiqadi. Mana endi registratsiya etish kerak. Eng pastga tushib, setting, ya'ni nastroyka bo'limiga kirib, tilini ham tanlab qo'yishingiz mumkin. Endigi navbatda registratsiyada o'tamiz. Hozir o'zlarimiz ko'rib turgan YouTube'larimizdan ham screenshot chiqib turibdi. Ya'ni registratsiyadan o'tish uchun bundan ham shunning tepasine chiqamiz. Odamchaning ustidan bir marta bosamiz. Shu bo'lim kelib chiqadi. Keyin birinchiga OK tugmachasini bosamiz. Shuni bosganlarimizda ekranda screenshot kelib chiqadi. Hozir hammaning telefonida screenshot bor. Shunga girib, shu ekranda chiqib turgan screenshotga qaratamiz va bizlar ochib bergan bo'limini işi screenshotning dushunda yozilgan kodni kiritamiz. Ya'ni KWM. Shuni oxirigacha kiritasizlar. Endi kanalni telefonda tushuntiraman. Aytganimning telefoning screenshotuna giramiz va ekranda chiqib turgan screenshotga qaratamiz. Shunga qaratganini shu bo'limga olib chiqadi. Brauzerda ochish. Shunga bosamiz.
Biroz kutib turamiz. Keyin bizlari shu bo'lim kutib oladi. Bu yerda televizorda screenshot chiqib turadi. Shuning dushunda kodi bor edi. Yani aytdim. Shu kodi giritasizlar, u har kimda har xil bo'lib chiqadi. Shuni giritasizlar. Shuni giritgandan keyin davom etishga bosamiz. Shuni bosganlarimizning telefondagi gmaillarni chiqarib beradi. Qaysi gmaillar ulajak bo'lsa, shuning ustidan bosasiz, pastroqqa tushirib, ruxsat berishga bosamiz. Shuni bosganlarimizning gmail ulanadi. Bo'ldi. Endi YouTube ishlaydi. Yana ko'rib turganlaringizdek, o'zlarimiz ko'rib yurgan YouTube nechik bo'lsa, bulam shunning. Farqi ozgina bir narsa ko'rish uchun bosgan vaqtingiz ozgina zagruska bo'lib oladi. Boshqa hech qanday farqi yo'q. Xohlagan narsangizni ko'rishingiz mumkin. Xohlasangiz biron narsani ko'rjak bo'lsangiz, qo'yib berib, izlatib, любой narsani ko'rishingiz mumkin. Bulam shu o'zlarimizning ko'rib yurgan YouTube nechik bo'lsa, bulam shunning. Kanalımıza abone bo'lmagan bo'lsangiz, abone bo'lib qo'ying. Shu videoga bir dona like bosish esdan chiqmasin. Yokilar kimga aytdiyu kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab ochib beraman. Ya'ni antenasiz, sifatli O'zbekiston telekanallari, Rossiya telekanallari, Turkiya va boshqa davlat telekanallari, sport muxlislari uchun barcha sport telekanallari mavjud. Bemalol aytaverasizlar. Hamma kanal bor. O'zbekiston bo'ylab açıp beraman. Bemalol telefon uraverasizlar. 94 dan 314 14 13.